Deyarli 4 faslda ham oyoq qo'lingiz terlab hidlanyapti va sizga noqulaylik beryapti. Va undan tashqari barmoqlaringiz orasi hamda tirnoqlaringizda gribok, ya'ni zamburug'lar mavjud. Va mana degan milliarderlar bosh yuvadigan shampuni bilan boshingizni 10 martalab kuniga chayapsiz, qazg'oqsizni hali ham tark etmagan. Undan tashqari og'zingiz hidlanyapti, milklaringiz qonagan. Oddiygina ishonasizmi? Deyarli tigin bo'lganman, sizlarga boqib yo'lni o'rgataman, bir mahsulotni ko'rsataman. Shundoqqina dorixonaga borasiz, qarang. Ruschada Koraduba, o'zbekchada iman pustroq so'raysiz. Shundoqqina olib kelasiz, og'iz kasalliklariga chayasiz. Hatto o'tkazib ham yuboravering, yutib yuboravering. Hatto ichingizdagi barcha gelmit parazitlarning uyini kuydirib yo'qotib yuboradi. Va undan tashqari juda ham zo'r oshlovchi xususiyati bor bu do'stlar. Boshingizni esa illiqdan issiqroq holatda chayisiz, damlamasiga. O'zi yuziga yozib qo'yib tiqini ishlatish tartibini. Oyoq qo'llariga esa vanchka qilasiz. Qo'llash tartibi 15 kundan 2 oygacha. Hattoki ishonasizmi? Yuzingizda ham zamburug'lar mavjud bo'ladi, shuni hisobdan ba'zilari soch soqol to'kilib ketadi. Shularni ham bartaraf qilib berish xususiyati mavjud do'stlarim. Mana hozir quyosh nuridan nurlanyapsiz, achyapti tanangiz. Cho'miling shuni damlamasiga. Unga ham boki natija beradi. Agarda videorolikimiz ma'qul tushsa, mehnatingizni qadrlagan holatda bitta laykni bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, barcha sog' salomat bo'lingizlar.